大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第7单元的语法部分。Бүгін үйгендігіміз 7-ші қысымдегі грамматикасы. Мұшы сабақташла грамматика адыслам пешіңламды оқу кетемді. Пешіңлақ етті вай-вуй деп. Ондақ болмаңла. Грамматиканы айтты мұйым. Бұны бұрымыды доқ. Ондақ осы бүгінгі грамматика қарап бақайды. Жәми чықтал. 非常少啊 인тайын аз. Біріншісі 动词加一点 不对 动词加一下 кен. Пилға қошылған一下 Бұны мұшы сөздік өткен вақтымда ішқылып бір ішкі қитым әмәс. Нәтчі қитым дейвәткен тым ғудайма. Пилнің кейніге ешер қошқа вақтымызда шу әркетніңкі интайын, еник, әркен, азада, қысқыны вақыт екерлікіні білдірді. Бұл доңсы жа ешер. Немеге оқшайды десек, алдын қытым біз мұшы Пилніңке қош езіліші деп үгенген тұққы. Мәсілән, аңлап еқіш десек, кан-кан, шо-шо, тин-тин. Шындағы. Нама мұшыланың әмісі немеге білән таң шу вақтыды деген тұқ мұшы пил қош езілға вақтыда оқшашқанда мұшы әркет бір интайын, енек, әркен, мұндақлан болудыған бір әркет болуды деген тұққы. Мұшының білән оқшаш. 看看等于谈看一下听听等于听一下尝尝等于尝一下 Мұшышкісі мәнісі оқшаш өп қалыды, оқшаш келеді. Нама шу әркетніңкі қысқыны вақыт әркен азада екенлікіні білдірді. Әмді неменің кейіне келді? Пилнің кейіне келді. Сынап бақсақ, десек неміз 试一下 试一下 яки болмаса тетіп бақсам 尝一下 尝一下 аңлап бақсам 听一下 听一下 көріп бақсам 看一下 看一下 ойлап бақсам десек 想一下 想一下 десек болады. Онда қоса менде шіктал мисал байкен. 我来解释一下 мән бір Чөндіріп өтәй депті. 我来解释一下 мән бір чөндіріп өтәй. Нама оның асыда 我想问一下 我想问一下 мән бір сорап өтәй депті. мән бір яки болмысы мән бір сорап бақсам. Нама иша деген бұл сөзіне пилнің кейніге қойшқа вақтымызда қанда қылымыз шу әркетніңкен айты қысқа енек болудағалықыны көстіп берді. Мәсілен, мен бір дүканғы кірдім, бір аяғыны яқтудым. Неме дейме дүканшыға? Сынап бақсам боламды, дейме. Шу вақтыда қанақ десем болды. 我能试一下吗? 我能试一下吗? Десем болды. Мұшу меніңке партыда шын бір китап сетіп апты кен тоқ. Бұл китап бәк пәйізікен шының білемді қарап бекіп. Мен көріп бақайчу. Дегім келді, қандақ дейме? 我能看一下这本书吗? 我能看一下这本书吗? 好, нама апам тамақ етіп тікен тоқ, бұл тамақ қарсам бәклам оқшап кеткен чырай, лекен авал өзім еп кесем, таза яқшы болмайды екен. Шының ола, апамға дедім, тетіп бақсам боламды, деп. О уақытта қандақ деймес? Мама, 我能尝一下吗? Мама, 我能尝一下吗? Десек болады. И ша. Пилнің кейініге қошылға вақтыда немені білдірді? Шу әркетіне қысқа әмді енік бір қыппақ мақчы екенлігіне білдірді. Онда қоса үшкенші грамматика. 假设复句如果要是什么什么什么的话如果 мәнісі әгер 要是 деген бұл сөздің ке мәнісі мұ әгер отырғымандақ сызақтатып қойып тұқы демек бұл шекелісін оқша шілтіміз дұға дегеніміз деген гәп әмәс болса болса бұлап маңды әгер мындақ болса
Agar manda bo'lsa, masalan, agar men sen bo'lsam desam, 如果我是你的话 bunda qilmaydim. 我就不会这么做. Agar men sen bo'lgan bo'lsam, hanzu tilini yaxshi o'rganadim desam, 如果我是你的话我会好好学汉语. Yana masalanga, agar erta yomg'ir yog'sa, biz uyda o'tirib dengiz ko'raylik, televizor ko'raylik desak, 如果明天下雨的话我们就在家里看电视吧。如果明天下雨的话我们就在家里看电视吧。那么如果什么什么的话 ningki keyniga ndaq bir peshdan ayrildigi ikkinchi tarmoq jumlasiga kelgan vaqt ikkinchi tarmoq jumlaga kelgan vaqtimizda ko'pincha bir nimani chiqadi chiu degan bir xat bilan masalan agar manda bo'lsa undaqda manda bo'lsin deb turib keyniga bir chiuni ekilamiz. Masalanga agar ati vaqtim chiqsa sizni ko'rgili borman desam, 如果我明天有时间的话我就去看你。如果明天有时间的话我就去看你 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, mushu kitobdagi misolga bir qarab boqaylik. Birinchisi, 如果有什么问题的话可以找小王. Agar biror masala bo'lib qolsa, Shawangni izlasangiz bo'ladi debdi. Nima, ikkinchisiga qarasak, 如果坐大巴去大概得1个小时才能到. Bu degan gapning ma'nosi nima? Agar cho'ng avtobusga o'tirib borsak, taxminan 1 soat atrofida yetib boramiz. Uchinchisi, 要是明天天气不好我们就在家看电视. Bu jumla boya men tuzgan jumlaga o'xshashga shunaqa. Agar erta havo yaxshi bo'lmay qolsa, biz uyda televizor ko'raylik debdi. 要是买的东西多的话我一般会去超市. Agar setib oladigan narsam ko'p bo'lsa, men odatda nega boraman? 超市, talla bozorga boraman debdi. 5-si, 买水果蔬菜的话你最好去农贸市场. Bu degan gap, agarda mevji va sayko'ktot setib olmoqchi bo'lsangiz, siz eng yaxshisi nega bering? 농贸市场ga, ya'ni mushtaq sayko'ktot bozoriga bering debdi. Ha, unda bo'lsa, bugungi grammatikaga qarab bo'ldik. Tasamas shunami? 如果 degan ma'no so'zni ishlatgan vaqtimizda 如果beshig'i chiqdi, yo shuni ishlasakmi o'xshasha, beshida bo'ldi. Agar deb turib anandikin o'tirdiqda mendaq bizningki farzimizdagi narsalarni so'zlab, keyniga dehwa kelib, ondan boshqa gapni qilasiz. Esingizda bo'lsin, agar deb turib so'zlagandan keyin bu ish yuz berdimi, yuz bermadimi? Yo'q, bu faqat bir faraz. Bu yuz bermadi. Shunaqa 这件事情它没有发生 bir xiyolimizdagi ishlar. Agar mundaq bo'lsa, agar andaq bo'lsa, amaliyotda bunda bo'latamdi. Ya bo'lmadi, ya bo'lmasa keyin bo'la. Ish qilib hozir undaq emassa, undaq bo'lsa, shu kitobdagi tek shu so'zliklarni bizga bergan jumlasi, misol jumlalarni yana bir ikki qitimdan o'qib olsak. 我来解释一下. 我来解释一下. 我想问一下. 我想问一下. Astadiksi, 如果有什么问题的话可以找小王. 如果有什么问题的话可以找小王. 如果坐大巴去大概得1个小时才能到. 如果坐大巴去大概得1个小时才能到. 第三个，要是明天天气不好我们就在家看电视.
要是明天天气不好，我们就在家看电视。要是买的东西多的话，我一般会去超市。要是买的东西多的话，我一般会去超市。第5个，买水果蔬菜的话，你最好去农贸市场。买水果蔬菜的话，你最好去农贸市场。好, unda xo'siz saboqdoshlar, bugungi mushu grammatik mazmunni tushundikmi? Endi biz bugungi madaniyat eskartmasiga bir qarab baqaylik. 办公场所礼仪须知 debdi. Nima? Bu nima degan gap desak, xizmat o'rindagi nima qoida yo'sin. Xizmat o'rindagi qoida yo'sinlar. Unda xo'sa, bu xizmat o'rinda qanday qoida yo'sinlar va nima bu yerda nima ish qilib buni egaldik desak, keyin agarda bir shirkatda yo bir yerga berib ishlab qolgan vaqtimizda o'zimiz bilib bilmay bir ishlarni qilib boshqalarni xafa qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mushu ba'zan mushu qoida usullarga diqqat qilmay, boshqalarningki nazarda boshqacha ko'rinib qoladigan yoki bo'lmasa boshliqlarimizni xafa qilib qo'ydigan ahvollar ko'rilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda bir nima mushu qoida usullarni bir so'zlab o'tsak, buningdan keyin mushu xizmat o'rinlariga borgan vaqtimizda diqqat qilsak, o'zimizning ishini yaxshi qilib, hamma ishlarimiz yaxshi bo'lib ketsa degan maqsadda. Unda qo'sa qarab baqaylik. Birinchisi, ipiao. Nimaga diqqat qilamiz? Taq-turqimizga, yurish-turishingizga diqqat qilasiz degan gap. 上班必须穿戴整齐得体 deydi. Bu nima degan gap? Xizmatga borgan vaqtingizda kiyim-kechaklaringizga diqqat qiling. Cho'qim ratlik kiyishingiz kerak hamda shu muvofiq kiyinishingiz kerak. Masalan, men bir muallim bo'lib, men bir chachi-pachi har xil yangi ranglar va yoki bo'lmasa, masalan, to'yga bordigandek buni yasinib bo'lsam, bu tayxo yaxshi bo'lmaydi. Nima unda xo'sa, masalan, biz shu hukumat organlarida ishlaydigan bolalar bo'lgan bo'lsak, nima jitqichlarni kiyib bilib, yoki bo'lmasa jitqmaykalarni kiyib bilib, asmaykalarni kiyib bo'lsaqmi bo'lmaydi. Bu bir xil behurmatlik bo'lib qoladi va o'zingizni hurmatlamidingiz, boshqalarni hurmatlamagan bo'lib qolasiz. Ha, bu birsi. Andan keyin mushu kiyim-kechikingiz qanday, yuqungzu xuanjing, o'zingizningki mushu xizmat qilgan shu muhitingizga, xizmatingizningki xarakteriga, masalan, undaq jitqni o'zaykolarni kiysi bo'ladi, lekin so'ringa qaraymiz. Qandaq o'rinda ishlaysiz? Sizningki xizmat xarakteringiz nima? Shu kiyimni kiysangiz bo'lamdi yoki bo'lmamdi? Ha, yutan va yovchiu yo shangyichi o'zingizningki shu o'rningiz ishlayotgan o'rningizningki talabi bilan talabiga uyg'un kelish kerak. 那就是说你不能随便穿衣服。Men nimani kiygim kelsa o'zimning ishi. Sizlarning nima qaringlar? Qanday qilsizlar? Men kiyverma. Bunda qilsak bilan bo'lmamdi. Qat'iy bo'lmaydi. Agarda mushu yuanzi prinsipga taqaydigan ishlar bo'lib qolgan vaqtida men chun qiy, 就是另当处理啊. Bir taraf qilsakmi bo'laveradi. Shuning uchun kiyim-kechak yurish-turishga cho'qim diqqat qilish kerak. Bu bir odamningki nimasi obrazi. Biz bir odamni tushunib, hamma ishlarini bilib, qanday odam ekanligini bilib bo'lishdan avval birinchi o'lablam shu taqdirga qarab turib baho beramiz. Shunaqa hamma odam o'xshash. Unda xo'sa, ikkinchisiga qarasak, yuyen deydi. Yuyen degan nima? Shu sizningki gap so'zlaringiz. 要主动与领导和同事相互问候. O'zingizning boshlig'ingizga yoki bo'lmasa shu xizmatdoshlaringizga nima ohtib oldi salom qilishingiz kerak. 要学会使用请. Bunda marhamat, 您好, yaxshimisiz, 你好, 您好, ne? Yana birisiga 早安, xayrlik aytgan, xayr xo'sh, 再见 等文明礼貌用语degan mushundaq bir madaniyatli so'zlarni ishlatishimizni bilish kerak. Bu yerda bir eskartadigan nima? Mushu nurg'un odamlar bo'lapmi mushu xizmat o'rindagi odamlar qanday deymiz? Bir-birini ko'rgan vaqtida salom qilmaydigan ishlar bor. Ko'rsak ko'rmay o'tib ketadigan ishlar bor. Yaxshimisiz deb turib oldiga berib salom qismi, salomni qaytarmaydigan odamlar bor. 这个呢非常的不好.
Bu naiti bulmaydigan bir işe. Bir adamga salom qilish ham haqning salamiga salom qaytirish u odam bo'lishdagi bir eng nima deymiz tuchimada eng qanday desak bo'ldi eng aqlli bo'lgan bir ish shu. Tushunamsiz saboqdoshlar? Unda bo'lsa mushu har kuni nereden başlayamiz? Etrafımızdaki adamdan her gün ettigen kelgan vaqtingizda, xo'sh, har kuni mushu darsxonaga kelgan vaqtingizda yiningizga odamga, oldi keliningizga kelmasiga, "O yaxshimisiz, ni xama?" deb turib bir salom qilib etishni unutmang. Üçüncüsü, 行为 hareketlerimiz. 行为举止要文明 hareketleriniz medeniyetlik bo'lsin debdi. 表现出良好的教养 Nima就是sizning ish harakatlariingizdan sizningki safaringizni, sizningki mushu oila tarbiyalaringizni yaxshi ekanligini bilgili bo'lsin. Nachar ekanligini emas, yaxshi ekanligi chiqib tursin. 要按照单位的岗位要求约束自己的行为. Na o'zingizningki mushu xizmat o'rningizningki talabi bo'yicha o'zingizning mushu ish qiliqlaringizga diqqat qiling. Masalan, siz muallimkansiz, siz o'quvchining oldida turib tamaki cheksangiz bo'lmaydi. Ham sat gaplarni qilsangizmi bo'lmaydi. 这是一个。anandiki bunda g'ayvat, shikoyat deymiz. 这些事情都不应该有啊. Bunda ishlar bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Bular mushu pokizlikqa. Mushu yo'lda menga bir tashanjon yeplab menga tashab qo'ydigan odamlar mubah yo'q emas. Anandiki mushu gazir chaqadigan, bo'lib mushu gazir chaqadigan. Hamma yana axlat qilib, bo'lsa shu sinfning ichida gazir chiqib, partining ichida mushu butun gazirning ichiga, shupiklarning ichiga tashab qo'ydigan. Hozir mushu tuvanda o'tiribda qarab baqsanglarmi, balkim gazirning shupiki bo'lishi mumkin. Bularning hammasi 非常不好, intayin madaniyatsiz bir ishlar, qisaq bo'lmaydi. Andan keyin 电话, telefon deydi. 接电话要有礼貌. Telefonni olgan vaqtingizda adablik bo'ling. 接起时要有称呼, 挂断时要有再见. Telefonni olgan vaqtingizda salom qilishni unutib qolmang. Telefonni qo'yib etgan vaqtingizda xo'sh deyishni unutib qolmang. Deblam besitadiganlarmi bor. Men ashtaqiliqi telefon bu yoqda gap qilib bo'lmay turib besitadiganlarni ko'rsamza. 吐字清楚, gapni uchuq qiling debdi. 音量适中, vaqirab so'zlamay yoki bo'lmasa ne qilmay, qarshi taraf anglayolligidek ovozingizningki mushu yingliangringiz normal bo'lsin debdi. 办公时间不接打私人电话. Nima xizmat vaqtida o'zingizning shaxsiy telefonlaringizni olmang ham urmang debdi. 卫生 tozlik. 保持办公环境和办公桌的卫生. O'zingizningki mushu xizmat o'rningiz ham bo'libmi o'zingizningki jo'zingizning usti, ustilingizning usti, nihoyat pokiz bo'lsin. 工作时间 xizmat vaqtida ushaq-tushaq yemeklik yemaymiz, qalaymaqan axlat tashlamaymiz. Bu birisi. 电梯 lift. Liftni nima bo'pti? Bu电梯ning ishi, liftning ichiga kirib olib tamaki chekmang. Nemishqa? U kichikkina bilan bir o'rinning ichiga kirib siz u yerda puqurtib chekib olsangiz, u is chiqsa boshqa odamlar qanday turdi u yerda. Shundami? Bu birisi. Andan keyin ichida sakrmang. Luan tiya u yoqdan bu yoqqa sakraydiganlar. Endi cho'ngroq odamlar bo'lgandan keyin sakrabmi ketmas. 或旁若无人的大声说话聊天. Nima yenida hech qanday odam yo'qdek mushu cho'ng ovozda gap qilib, paranglashib, asta qilsak yaxshi bo'lmaydi. 与他人同乘电梯要依次进出，不要抢行. Nima boshqalar bilan tang mushu liftga kirgan vaqtimizda qanday mushu bir-birlab kirib, bir-birlab chiqishimiz kerak. Bu yerda nerto deb qistab, andan keyin ishtirib ichiga kirishningki hojati yo'q. Bu birisi. Eng oxirgisi 纪律. 纪律degani nima? Intizom. 按时上下班. Vaqtida xizmatga chiqing, vaqtida xizmatdan tushing, kechikmang, 不迟到. 早退不旷工. Ham kechikmang, ham baldur ishdan tushib olmang. Hamda bu qongun xizmat tashlamang. Bugun bormaychi bo'ldi deb bormaydigan ish yo'q. Vaqtida berishingiz kerak. 坚守工作岗位, mushu o'zingizningki o'rnida ching turing. 不得擅自离岗. O'zingiz xohlagancha o'rningizdan ketib qolsangiz bo'lmaydi. 篡岗, boshqalarning o'rniga berib olsangizmi bo'lmaydi. 工
工作事情不得做与岗位工作无关的事情. Nama xizmat vaqtida mushu o'zingizniki xizmati bilan munosabatsiz bo'lgan ishlarni qilmang. Masalan, kan 杂志 jurnal ko'rish, 玩电脑游戏, kompyuter o'ynash, 打牌, kart o'ynash, 睡觉, uxlash, 闲聊, paranglashish, QQ ilaqa chichimi deb qo'ysang'u, shu QQda paranglashib, hozirg'u undidarda paranglashib olib ketdi, shu undidarda paranglashmang. 下载电影, kino tushirib, kino ko'rib degandek. Yana 不得大声喧哗, 不得嬉笑打骂. U yerda varang-churun qilmaslik kerak, hamda boshqalar bilan kulki chaqchaq qilib, urushib o'ynamaslik kerak. 应该保持办公场所的安静, shu o'rinninki qandoq tinchligini saqlashimiz kerak. 好，那么 bularning hammasi bo'lsa nima bo'ldi? 这个办公场所礼仪须知debdi. 那就是 xizmat o'rindagi mushu bizningki bilishga tegishli bo'lgan mushu qoida usullar. Unda bo'lsa bugungi butun bir mazmunlarni bir undaq o'ylab etaylik ya. Birsiga yisharni o'rgandik. Dongsi qo'shilgan yishar. Nimani bildirdi? Shu harakatninki intayin tez ham intayin qisqa vaqtning ichida erkin yenik bo'lgan bir harakatni qilayotganligini bildirdi. Rugo shama de hua deganimiz agar mundaq bo'lsa deb turib bir paraz jumlani chiqardi va paraz u yuz bermagan ishmi? Andan keyin mushu madaniyat askartmasida nimani o'rgandik? 办公场所的这个礼仪须知，那就是mushu xizmat o'rnidagi qoida usullar. 好，那么 bugungi mazmunlarning hammani tushundikmi vaqtdoshlar? Amsa bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Topshiriqimiz shu grammatikaga qarata har bir grammatika nuqtasiga 2 dan jumla tuzib chiqsak, andan keyin mushu bizniki mushu 办公礼仪须知ga qanday qilamiz? Boshdan oxir yana bir ko'rib tafsili esimizda qolsin. Ha buningdagi mundaq ishlarga diqqat qilsam bo'lg'adak, mundaq qilsa bo'lmaydi ekan, deb bilib olsak degan umiddaman. Amsa dars mishagicha bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Tonshima shaychi